Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun yana Arqbuloq bozoridagi do'konimizdan to'g'ridan-to'g'ri video olish davom etmoqdamiz. Aziz yurtdoshlar, bugun sizlarga Aren brendiga tegishli Germaniya standarti asosida ishlab chiqarilgan motobloklarimiz haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Aziz yurtdoshlar, bu Aren 900N modelimiz 7 ot kuchli motoblok hisoblanadi. Buni kapot faralari bor. Hayron bo'lishinglar mumkin, qo'yib qo'yibdi, farasi bor. Bu qanaqasiga yonadi? Starter akkumulyatori bo'lmaydigan bo'lsa deb o'ylashinglar mumkin aziz yurtdoshlar. Buni akkumulyator starteri yo'q bo'lgani bilan zavod bo'lganda o'zidan tok chiqadi. O'shani hisobiga yonadi bu. Motoblogimiz zavod bo'lmay turgan vaqtda faralari yonmaydi. Bunga keladigan bo'lsa aziz yurtdoshlar, Aren 1150 motoblogimiz bu 9 ot kuchli motoblok hisoblanib, bunda akkumulyator bu yog'idan oladigan bo'lsangiz, starterlari bor. Ancha sifatli Germaniya standarti asosida ishlab chiqarilgan. Kimga qancha kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib kelishinglar mumkin. Bunga keladigan bo'lsa, 11 Aren 1350DY motoblogimiz solarkali 10 ot kuchli motoblok hisoblanadi. Aziz yurtdoshlar, bunga katta akkumulyator bo'ladi. Akkumulyatorlari juda mustahkam, juda sifatli. Kerak bo'lsa Damas'ni ham, Matiz'ni ham zavod qilsa bo'ladi buni akkumulyatori bilan. O'zimizda sinab nimadan o'tkazdik. Bu yoqda 17 ot kuchli motoblogimiz. Benzinoviy motoblogimiz Aren 1350Y. Aziz do'stlar, e'tibor berasizlar. 1350Y bo'lsa 17 ot kuchli motoblog benzinoviy bo'ladi. Bu yoqda 1350DY bo'ladigan bo'lsa 10 ot kuchli solarkali motoblog hisoblanadi. Ko'plar adashtiradi, o'shanisiga e'tibor qilasizlar aziz do'stlar. Bunga keladigan bo'lsak, Aren 1050NY bo'ladigan bo'lsa 7 ga 9 korobka, 7 motor, 9 korobka qo'yilgan bo'ladi. Bunda akkumulyatorimiz bor, starterlarimiz bor. Bemalol xohlagancha ishlatishinglar mumkin. Reduktorlari endi hamma videolarimizni ko'rsanglar bo'ladi kanalimizda. Hammasida reduktorlarimiz haqida ma'lumot berilgan. Aren reduktorlari qanaqa chiqqan, sifati qanaqa, to'liqroq ko'rsanglar bo'ladi kanalimizga obuna bo'lib. Bunga misol 300-400 kilo yuk ortib bemalol pritseplarni ulab ishlatsanglar bo'ladi. Kattalariga undan ham ko'proq ketadi yuk. Xohlasanglar bularga Damas balonlarini o'zingizlar perdelka qilib qo'yib olsanglar ham bo'ladi aziz yurtdoshlar. Like va podpiskani bong'ilab bosib kelganlarga narxlarini juda chiroyli narxlarda qilib beriladi. Manzilimiz Toshkent shahar Arqbuloq bozori. Samarqanddan kelishda Erkin postga yetmasdan o'ng tomonda joylashgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, tortinmasdan ekrandagi nomerlarga telefon qilib so'rashinglar mumkin.